Assalomu alaykum, hurmatli Fayzish kanali obunachilari. Yine navbatdagi ustanovkamiz ham Ellikqal'a tumani Tozabog' Kalelina ustanovka qildik. Bekturdağımızda xonadonini bir yandan görüp kuzatib borasizlar. Bu yerga 5 tane eshikni ustanovka qilib berganmiz. Eshiklarimiz o'rtadan qurildi. Ikki taraf ham eldam, orqasi ham dabor bo'lib ishlendi eshiklarimizni. Eshiklarimizni materialına keladigan bo'lsak, kalın korona svet NDF'de işlendi. Eshiklar ham çok inovativ yerda duradi. Çok ketib urovini ishlab berdik eshiklarni. Chiroyli. Zamoklarına keladigan bo'lsak, zamoklar ham 5 kiloluk zamok, original zamokdan bo'ldi. Hello hocam. Kendileri hem elden markası hem de mor olup işlendi. Sahil olup çıktı yine. Hemen şu fasonda işlendi eşiklerimizde. Elde arkası da mor. Hurmatli obunachilar. Kimda kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, sifatli qilib ishlab beramiz. Xudo xolasa buningdan eshiklarimizni sifati bilan shuningdek bir yaxshi ishlangani bilan ajralib turadi. Endi ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Ishni o'zlaringiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Kanalımızda rivoji uchun bir like'ni bosib, kommentariyada o'zlaringizni chiroyli fikrlaringizni bildirib qolasizlar deb umiddamiz. Kanalımızda yangi olsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammangizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Shuningdek